Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan o'sha oddiy va qiziqarli Hunter. Qisqacha qilib aytganda Hunter. Sizlar bugun biz shu hududimizga har xil uylar quramiz. Bu birinchi bir o'zim qurib ko'rgan uyim. Yaxshi chiqqanmi? Bu uyimga bal berib ketasizlar degan umiddaman. Bu mani uyim, mana ichi lekin tayyorlanmagan. Yotig'i bor xolos, bir marta uxlab turilgan. Endi biz shu yerga yana bitta uymi, qasrmi quramiz. Yaxshimi, mamnunisa quramiz. Oddiy bir qasrli bir bo'lagini uy himoya qilish uchun. Bitta bizga hujum bo'lsa, bu yerga chiqib jang qilamiz, sharafli jang qilib, sharafli o'lamiz. Albatta hazillashyapman. Bu cho'chqa u yerda endi chiqib keta olmaysan. Ko'ryapsizlarmi, biz cho'chqalar ajoyibda. Cho'chqalar boy, cho'chqalar bo'ladi bular. Cho'chqalar almazni shlem kiyib yuradi biz tarafda. Bu bizning qasrchamizning joyi. Albatta bu xato ketib qoldi. Bunday bo'lish kerak edi. Ketishvardim. Bitta men kechasidan qo'rqmayman. Kechasi ham ishlayman. Kechasi bilan muncha qo'rqmay ishlab biz bu o'yinni bitiramiz. Aslida do'stlarning videoni ham uyni ham qurganim, videoga olgandim. Afsuski video yaxshi chiqmagan ekan. Ovozlar xiralashib chiqmagan ekan ovozim ham. Shuning uchun uni YouTube'ga joylamadim. Xafa bo'lmaysizlar degan umiddaman. Buni esa joyladim. Xudo xolisa biz bu kartamizni yana o'ynab, bu yerga boshqacha uylarni ham qo'shamiz. Albatta kommentariyada shundonisi quring, qiziqarliroq bo'ladi deb yozib qoldirib ketishingiz mumkin. Do'stlar, like va obunani bosishni unutmaymiz. Tezroq 200 ta bo'lishimiz kerak. 200 ta bo'lsak yaxshi bo'ladi. Agar biz 200 ta bo'lsak, men o'z YouTube kanalimga yangi horror video chiqaraman. U tayyor modlari qo'yib tayyor qo'yilgan 200 ta obunachi bo'lishiga horror выживание kartasi chiqadi. U horrorda o'zim oldin o'ynab ko'rmaganman, lekin horror o'ynab ko'rmaganman emas, bir marta o'ynab ko'rganman. Arvohli uy o'ynab ko'rganman o'zim bir marta. Menga yoqqan. Shuning uchun chiqarmoqchiman uni ham. Albatta oldin 200 ta obunachi bo'lish kerak. 200 ta obunachi bo'lsa chiqaramiz. Bitta uxlab olsak yaxshi bo'ladi. Uxlab hozir tong otadi. Bu ana tong otdi.
chiqish. Bu ichida odam kirmaydi. Faqat bu gazina foy orqali chiqiladi. Endi olmaydi, qolib ketibdi. Yo'qoldi. Endi eson-omonlik tomini yo'qolsak, bitayapti uyimiz. Yo'qol. Ana bitayapti. Bu shu nimalarga qiziqqanlar uchun men buni shunday qo'yganman. Hozir tushunib olasizlar o'zlaring. Shundoq. Bu men bunda narsa albatta tushungansizlar. Tushungansizlar degan umiddaman. Mana do'stlar, bu bizning jangovar qalamiz. Bunun ichiga ham odam kiradigan qilib qo'yamiz. Mana yerga. Eshikdan qo'ysak. Mana, wow. Joddiy. Dan kiriladi. Yopiladi. Bu keyin mustaqil bo'lish uchun temir eshik qo'yamiz. Aytda tugmacha olib davomida xavfsizroq bo'lish uchun kelib va chirog'ini ichini yorishtirib qo'ysak, bu tayyor. İçini rostlaymiz. Bunu sizlar buzib tashlash kerak. Haydi rostlab qo'yamiz. Ularni buzib tashlaymiz. Va albatta tepaga qavatga chiqish. Nosir. Narvon oliy. Narvon qayda? Mana tepaga ko'tarilish. Mana tepaga, bu yerda tepaga. Bu yerdan albatta biz tepaga ko'tarilaymiz. Bu mana tepaga chiqib, bu yerdan badabush qilamiz. Mana bunday. Bu Wi-Fi'ga o'xshatmas. Manetdan turib olib. Hayvonlar o bitta doldi. Oddiy o'q bitta doldi. Ya, tushib ketdik. Tushib ketish xavfiyam bor. Do'stlar, bu bizning qalamiz. Mana turishi. Biz bu turishini ko'rdik. Sizlar bilan New Hunter bo'ldi. Videoga obuna bo'lishni va like bosishni unutmaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.